Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana siz bilan bugun ana shu Odam alayhisalomning yaralishi va bidoatul xalq haqida suhbatlashib, Odam alayhisalomning yaralishiga yetib kelgan edik. Bugun inshaalloh mana Odam alayhisalom haqida gaplashgan bo'lamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda marhamat qildi. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men jinlarni va insonlarni, odamlarni ibodat uchun yaratdim. deb marhamat qildi. Demak, insonni yaralishidan maqsad ibodat bo'ladi. Agar qaysi bir inson dunyoga kelsa-yu, Robbisini tanib unga ibodat qilmaydigan bo'lsa, o'zi ma'lum bir maqsad uchun yaralganida shu maqsadni amalga oshirmagan bo'ladi. Mana shu qo'limizdagi qalam agar yozishlikdan to'xtab qolsa, o'z-o'zidan kerak emas narsaga aylanib qoladi. Qo'limizdagi telefonimiz suvga tushib ketib kuyadigan bo'lsa, remont bo'lishigini, remont bo'lmasligini ustidan eshitgan paytimizda har qancha qimmat pulga olgan bo'lmaylik, u arzimagan 2 pulga qiymat narsa bo'lib qoladi. Har bitta narsa o'zini mavjud bo'lib turishligida ma'lum bir maqsadni ko'zlaydi. Shu maqsadni amalga oshirishdan yaramay qolganda u narsa kerak emas narsaga aylanib qoladi. Xuddi shunga o'xshaganda insonning dunyoga kelishiga maqsadi ibodat ekan. Inson ibodat qilmasa, kerak emas buyum qatorida bo'lib qoladi. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni ibodatimizga muhtoj emas edi. Alloh taologa nima kerak bor odamni yaratishlikda? Nima kerak bor maxluqotlar yaratishligini? Alloh taolo g'aniyun anil alamin, butun olamlardan behojat bo'lgan Parvardigor edi. Hech o'ylab ko'rganmizmi, nimaga Alloh taolo yaratgan siz bilan bizni? Nimaga keragi bor edi Alloh taologa? Shuni yaxshi tushunib olsak, bizga Alloh taolo eng asosiy narsa berganligini, biz dunyodagi eng boy odamlar ekanligimizni anglab yetamiz. Alloh azza va jallani go'zal ism-sifatlari bor. Alloh taoloning rahmati bor, karami bor, marhamati bor. Mana shu sifatlarni Alloh taolo zohir qilishlikni xohladi. Bandalarni yaratdi, maxluqotlarni yaratdi, ularga ne'matlarni berdi, o'zini tanitdi. O'zini Alloh azza va jalla tanitishlikni xohladi. Demak, butun koinotda yaralishligidan maqsad Allohni tanishligi bo'ladi. Demak, siz bilan biz dunyoga kelib Alloh azza va jallani tanibmiz, uni ism-sifatlarini o'rganibmiz, qanday sifatlarga ekanligini ko'ribmiz, iymon keltiribmiz. Demak, eng asosiy narsa bor bizda. Uni bu yoqdagi narsa Alloh taoloning xohishdagi narsa, xohlasa berardi, xohlamasa bermas edi. Bandalar bor, dunyodagi hamma matoni olgan, lekin Robbisini tanishlik baxtidan mahrum. Bandalar bor, yer yuzida sulton bo'lgan, yer yuzining hukmronlari, podshohlari bo'lgan, lekin Robbisiga subhana robbiyal a'lo deb peshonasini yerga qo'yib sajda qilishlik baxtidan mahrum. Chunki birodarlar, do'st qidirsang ibodat etar deyilgan. Har qancha narsa insonda ko'p bo'lsin, lekin ibodati bo'lmaydigan bo'lsa, yerni ustida to'plagan jamiki narsasi ko'milganda inson yerni tagiga o'zi kirib ketadi, yerni bu yerda qoladi, faqat insonning ibodati bilan kiradi. Demak, Alloh azza va jallani siz bilan biz tanishligimiz biz uchun berilgan eng oliy ne'mat bo'ladi. Allohga hamdlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo mana Odam alayhisalomni yaralishligi haqidagi bahs, so'z Odam alayhisalom hali yaralmasdan turib boshlandi. Astagfiru billah, iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Vaqtiki Parvardigoringiz farishtalarga men yer yuzida o'zimni xalifamni yaratmoqchiman dedi. Xalifa degan so'z bu o'rinbosar degani. Alloh azza va jallani yerdagi o'rinbosari degani. Yer yuziga hali odam demadi Alloh taolo, bashar demadi, o'rinbosar dedi. Ana shu Alloh taolo o'zini niyatini aytgan paytda siz bilan biz otamiz Odam alayhisalom bir marta aziz bo'ldi. Chunki nima deyapti Alloh? Meni o'rinbosarim. Davlatning birinchi rahbari podshohi bo'lsa, undan keyingi odam o'rinbosari bo'ladi. Ikkinchi odam bo'ladi. Alloh taolo siz bilan bizga shunday unvonni beryaptiki, yer yuzini meni hukmimni joriy qilishligi bilan yer yuzini obod qiladi. Meni hukmimni hayotda tatbiq qiladi. Shuning uchun o'rinbosar dedi. Bundan katta birodarlar, amal, bundan katta mansab bo'lmaydi. Har bitta erkak kishi Alloh taoloni xalifasi o'zini uyida. Ana shu 6 soti, 7 soti uyingizda to'rtta bolangiz, bitta xotiningizga xo'jayinmisiz? Allohning yer yuzidagi o'rinbosari bo'lasiz. Ya'ni Alloh azza va jalla ertaga qiyomat kunida
ana shu 4 ta farzandingiz va xotiningiz ustida sizga savol beradi. Demak, yaralishlikni boshida Alloh taolo aziz qilib qo'yapti bu bandasini. Kim deyapti? O'rinbosar bo'lyapti. Hali otamiz Odam alayhisalom bir marta alhamdulillah yoki bir marta subhanalloh demasdan Alloh martabasini qanday ko'taryapti. Biz shunday odamni bolalarimiz birodarlar. Allohni hukmlarini inson yerda tatbiq qiladi va yer yuzini obod qiladi. Uni hukmlarini tatbiq qiladi. Yer yuzini obod qiladi degan joy kelyapti birodarlar. Islom degani tarki dunyo, faqat oxiratiga ishlaydi, dunyosini tashavoradi degan gap emas. Yer yuzini obod qilish ham birodarlar, ana shu Alloh taoloning buyruqlaridan. Ya'ni o'tirgan joyingizni toza tutishingiz, yurtingizni iqtisodini ko'tarishingiz, ko'chani toza tutishingiz, yer yuzida yashayotganda hadislarda keladi, o'lmaydigandaqa ibodat qilinglar, o'lmaydigandaqa dunyoda ishini qilinglar, hozir o'ladigandaqa ibodat qilinglar dedi. Lekin ming afsus bo'lsinki, biz o'lmaydigandaqa dunyoda yashayapmiz, o'ladigandaqa ibodatni tashab qo'ydik. Faqat bir tomonda obod qilishimizni ovora bo'lib qoldik. Ana shu 30 yil sizda ta'lim oldim dedi bir shogird ustoziga. 6 qator so'zni o'rgandim. Shundan bittasi hammani uyi bor ekan. Meni uyim qabr ekan. Hamma uyini obod qilishga harakat qilar ekan. Men qabr degan uyimni obod qilishga harakat qildim dedi. Demak, ikki dunyoda obod qilishlik musulmonning vazifasi hisoblanadi. Jinlarga yer yuzini obod qilishlik vazifasi yuklatilmagan edi. Mana aytildi: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Jinlarni va insonlarni faqat menga ibodat qilsin deb yaratdim, ulardan rizq so'ramayman dedi Alloh. Nimaga jinlarga yer yuzini obod qilishlik vazifasi yuklatilmadi? Jumhur ulamolarning fikriga ko'ra, eng aqlli jin 10 yashar inson bolasini aqllichalik bo'lar ekan, aqli. Qanday qilib obod qilsin? 10 yashar bola aqliga ega bo'lgan jin. Endi shunday odamlar yo'q emaski, jinlardan yordam so'raydigan, jinlardan panoh so'raydigan, ishlarini, yo'llarini ochib berishligini, qollarini ko'rib qo'yishida xohlaydigan odamlar bo'ladi. Birodarlar, ular ham siz bilan bizga o'xshagan zaif maxluq, balki bizdan ko'ra aqli ojizroq bo'lgan maxluqlar. Yer yuzini obod qilishida Alloh azza va jalla ularga yuklagani yo'q. Alloh taolo Odam alayhisalomni yaratdi va suratini go'zal qildi. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim thumma radadnahu asfala safilin. Biz insonni eng go'zal suratda yaratdik deydi. Mana ulamolardan bir kishining oldiga bir ayol kishi keladida, "Ey imom," deydi, "Erim menga sen agar oydan chiroyli bo'lmasang, talaqsan" dedi. Talaq tushadimi, tushmaydimi dedi. E'tibor bering. Oydan go'zal bo'lmasang, talaqsan dedi. Shunda haligi imom domlamga, ustozimga boring deb ustoziga jo'natdi. Ustozim aytgan javobni menga aytib ketasiz dedi. Ayol bordi ustozining oldiga. So'zini aytuvdi: "Ey nodon ayol, sen oydan go'zal bo'la olamiding? Albatta taloq tushadi. Taloq bo'psan" dedi. Hali ayol xafa bo'lganicha birinchi kelgan imomning oldiga keldi. "Ustozingiz taloq tushadi" dedi deb aytdi. Haligi imom yuringda ustozning oldiga oldi, ertalab bordi, aytdi: "Ustoz, taloq tushadi debsiz." Taloq tushmaydi. Ustozi nimaga tushmaydi? Axir inson oydan chiroyli bo'la olmaydi desa, ana shu imom shogirdi ustozga aytayaptiki, "Ustoz," deydi. Alloh taolo "Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim" degan oyatda biz insonni eng go'zal suratda yaratdik deyapti. Demak, eng go'zal surat insonda ekan, oydan sen chiroylisan, taloq tushmaydi deganda ustozi tan olgan ekan xatosini. Birodarlar, insonlar siz bilan biz ana shu yuzga qarab turib baho beradigan bo'lsak, qanaqa suratda bo'lmasin, albatta u eng go'zal suratda yaratilgan. Shu bilan ham bir marta arz bo'lmayapmizmi? Fi ahsani taqvim, eng go'zal suratda yaratdik. Farishtalarga Alloh taolo men yer yuzida o'zimni o'rinbosarimni yarataman deganida, farishtalar javob berib aytdiki: "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha va yasfiku dima." Axir yer yuzida fasod tarqatadigan, nohaq qonlar to'kadiganni yaratmoqchimisan? Farishtalarda bu so'zi Alloh taologa e'tiroz emas edi. Istifhom, ya'ni so'rash ma'nosida edi. Axir biz seni ulug'lab turgan bo'lsak, senga tasbih aytayotgan bo'lsak,
yer yuzida qon to'kadigan, gunoh qiladigan bandani yaratasanmi? Alloh taolo inni a'lamu ma la ta'lamun. Men sizlar bilmaydigan narsani bilaman dedi. Bu savolni farishtalar mana aytdik, e'tiroz qilib aytgani yo'q, balki aniqlash uchun, bilib olishlik uchun berishdi. Farishtalar hech qachon Allohga osiy bo'lgan emas. Ibadun mukramun la yasuna robbahum ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun. Ular hurmatli banda. Ular Robbilariga hargiz osiy bo'lmaydilar, balki Parvardigori buyurgan ishni so'zsiz bajaradilar. Farishtalarda bunday deyishiga sabab bor edi. Alloh taolo jinlarni yer yuziga tushirib, yer yuzida maskan qilib berib, ixtiyorni ularga berganida juda ko'p gunohlarni qilishdi. Nohaq qonlarni to'kishdi. Shunda Alloh taolo farishtalardan iborat qo'shin surib, mana o'tgan darsda aytdik, qirib yo'q qilib tashadi bularni. Qolganlarini dengizlardagi, okeanlardagi orollarga surib tashadi. Farishtalar uni ko'rgan edi. Ya'ni ana shunaqa jindaqa bo'ladimi yaratganing? Axir biz senga tasbih aytyapmiz-ku deb aniqlash ma'nosida so'radi. Ikkinchi ma'nosi, yo biz Allohga hamd maqtov aytishlikda noqislik qildimiki, qilib qo'ydimikin, Alloh boshqa bandani yer yuziga yarataman deyapti. Ikki xil ma'noda o'z ichiga oladi mana shu savol. Alloh taolo men sizlar bilmagan narsani bilaman dedi. Farishtalar o'zaro suhbatlashib aytishdiki, Alloh xohlagan bandasini yarataversin. Baribir biz Allohning huzurida hurmatli banda bo'laveramiz. Ilmli bo'laveramiz. Bar bizdaqa bo'lmaydi u deyishdi. Bunday deyishiga sabab bor edi. Chunki farishtalar butun koinot ishini tadbiq qilib turishardi. Yerda aylantirayotgan, bulut haydab kelayotgan, rizqlarni tarqatayotgan va ulardaqa ilmlik, ulardaqa Alloh taolaga so'zsiz itoat qiladigan bandalar haqiqatan yo'q edi. O'zaro aytishdiki, kim bo'lsa ham bizdaqa bo'lmaydi baribir. Men boshqachaman deb o'ylaymiz hammamiz otamizga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ya'ni insonning tabiatiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muomala shular bir axloqni aytib o'tishimiz kerak. Amr ibn Os roziyallohu anhu musulmon bo'lgandan keyin ancha kech islomga kirgan. Xolid ibn Valid, Usmon ibn Talha, Amr ibn Os uchala bir amir bo'lgan, juda kuchli bir qo'mondon lashkari boshi bo'lgan sahobalar Hudaybiya sulhida kelib birdan iymon keltirishgan. Shunda Amr ibn Os payg'ambarimiz shunday bir zo'r muomala qilganini ko'rib turib, men Rasulullohga hammadan yaxshi yo'l yurinsam kerak, chunki menga hech kimga qilmagan muomalasini qilyapti. Yo Rasululloh, sizga eng yaxshi ko'ringan odam kim desa, Oyisha degan ekan. Yo'q, erkaklardan aytayapman desa, uni otasi Abu Bakr degan ekan. Endi payg'ambarimiz axloqini ko'ringki, shunaqa yaxshi muomala qilganligidan men isключительныйman deyapti-da. Menman deyapti. Men hammadan men shunday narsani bera olgan payg'ambar alayhisalom. Yo erkaklardan aytayapman desa Abu Bakr deydi. Keyinchi desa Umar deydi. Keyinchi desa Usmon deydi. Deydi, bekar so'rabman deydi. Agar deydi davom etaversam, oxirida bo'lib qolishimdan qo'rqib to'xtatib qo'ydim. Bekar so'rabman. So'ramasdan hammasidan meni payg'ambarimiz yaxshi ko'radi yurganim yaxshi ekan. Rasulullohning axloqini ko'rib qo'yaylik. Bir shingil birodarlar. Har bitta sahobasiga personalni muomala qilgan. Har bitta sahoba o'zini boshqacha deb bilgan payg'ambarimiz oldida. Farishtalar baribir bizdaqa bo'lmaydi kim yaratsa ham, baribir biz boshqachamiz deyishdi. Dar haqiqat ular Alloh taoloning huzurida eng hurmatli, eng bilimdon mahluqlar edi. Alloh azza va jalla Odam alayhisalomni turpoqdan yaratmoqchi bo'ldi. Endi turli xil rivoyatlar bor. Hani o'tmendan yaratdi dedi. Biz u zaif bo'lgan rivoyatni olmaymizda, sahihini olamiz. Alloh taolo Odam alayhisalomni turpoqdan, yer jinsidan yaratmoqchi bo'ldi. Imom Ahmad, Imom Termiziy ibn Himmonlarda keltirilgan hadisda Alloh azza va jalla buyurdi farishtalarga, yer yuzida qanaqa turpoqni sorti bo'lsa, shundan bir qismini olib chiqildi. Sarig'i bor turpoqda, qattig'i bor, sho'ri bor, qorasi bor, yumshog'i bor, dag'ali bor. Mana shu turpoqdan Odam alayhisalom aralashtirib loydan yasaldi. Demak, odamlarning tabiatini xilma-xil bo'lishi nimasidan ekan? Turpoqdan ekan. Ya'ni bitta otadan 3 xil bola chiqishi mumkin tabiati, xarakteri. Bu nimasiga bog'liq bo'lyapti? Turpog'iga. Shuning uchun ba'zi bir birodaringiz injiqligini, ba'zi bir birodaringizni sholdir-shuldirligini turpog'idan deb qo'yib, nima qilib qo'ying? Kechirib qo'ying. Avf qiladigan bo'lsangiz, bu zaiflarga ihson deyiladi, rizqingizga baraka kiradi, birodarlar. Rizqni aytib o'tmasak bo'lmaydi.
Vaqtiki Alloh farishtalarga men loydan inson basharini yaratmoqchiman dedi. Va bu loyda Alloh taolo aralashtirdi va tinun lazib deyiladi. Yopishqoq loyga aylandi, bir-biriga qattiq aralashdi. So'ngra Alloh azza va jalla Odam alayhisalomni o'zini ikki qo'li bilan yaratdi. Bir marta aziz bo'ldi. Qachon? O'zimni o'rinbosarimni, xalifamni yarataman degan edi. Bir marta aziz bo'ldi. Ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima xalaqtu biyaday. Ey iblis, nimaga men o'zimni ikki qo'lim bilan yaratgan bandaga sajda qilishlikdan bosh tortdi dedi. Inna ma'mruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fay. Alloh bir ishni qilmoqchi bo'lsa, shu ishga bo'l deydi, shu ish bo'ladi. Lekin Odam alayhisolamni ikki qo'lim bilan yaratdim deyapti. Yana xos muomalami? Bizning otamiz shunaqa birodarlar. Alloh taoloning qo'li haqida. Ahli sunna va jamoatning aqidasida Alloh taoloning qo'li bor deyilyapti mana. Nima deymiz bunga biz? Muattala, mushabbaha degan firqalar chiqib ketdi. Muattalalar aytishdi, Allohning qo'li yo'q dedi. Qo'li bo'lsa yelkasi ham bo'lish kerak. U beli ham bo'lish kerak. U bizga o'xshab qoladi. Allohning qo'li yo'q dedi-da, yo'q deganligi uchun Allohning qo'lini kofir olib ketishdi. Chunki Alloh taolo ikki qo'lim bilan deyapti. Biyada deyapti, lug'atni biladigan birodarlar. Ikki qo'lim bilan deyapti. Oyatni inkor qilishdi, kofir bo'lishdi. Mushabbahalar chiqishdi. Ha, Allohning qo'li bor. Bizning qo'limizga o'xshaganda Allohning qo'liga sifatni belgilab qo'yishdi. Ular Allohning qo'liga sifat bergan uchun kofir bo'lib ketishdi. Bizni tutgan mavqifimiz qanaqa bo'ladi? Allohning qo'li bor, kayfiyatini Alloh o'zi biladi. Demak, Alloh ikki qo'lim bilan yaratdi dedi, qo'li borligiga iymon keltiramiz. Qandaligini Alloh biladi. Laysa kamithlihi shay'un va huwas samiul alim. Alloh taologa hech bir o'xshaydigan narsa yo'q. Ya'ni Alloh eshituvchi, biluvchi bo'lgan zot. Eshitish qanaqa, bilish qanaqa kayfiyati bizga berilgan emas. Alloh taolo Odam alayhisalomni timsol, haykal suratda yasab tashab qo'ydi. Bir necha kun yoki bir Alloh xohlagancha muddat tashab qo'ydi. Mana tuproq, loy, yopishqoq loy va musavvar jism, timsol holati, solsol, qurigan, qatigan loy holatida haykal bo'lib turdi. Odam alayhisalomni Alloh azza va jalla bo'yini 60 metr qilib yaratdi, sahih hadislarda kelgan. 60 metr, yelkasining kengligi 7 metrda bo'lgan rivoyatlar bor. Ya'ni va ma zalal xalqu yanqusu munzuzak. Rasululloh aytdi, ana shu kundan boshlab va ma zalal xalqu yanqusu munzuzak. O'sha kundan boshlab insoniyat kichayishga qarab ketadi deydi. Dalil kerakmi? Muzeylarga borsanglar 500 yil burun odamlar kiygan kiyimlari, ushlagan qilichlari bor. Ha? 2 sopli, 3 sopli deb o'rtasidagi ritsarlarning qilichini qarasangiz, u bitta qilich ko'tarib kechgacha chopishgan. Biz ikkitamiz ham ko'tara olmaymiz uni. Nimani belgisi bu? Siz bilan biz mana yosh katta oqsoqollar o'tiribdi. Otalarimizni eslaylik-da, opa-dodalarimizni. Qanaqa bir gavdalik, ularning ushlagan ketmonini biz o'rnidan ko'tara olmaymiz kerak bo'lsa, lekin kechgacha ketmon chopgan. Insoniyat qiyomatgacha kichayib borishligi mana shu hadisdan hujjat olinadi. 60 metr bo'lgan bo'yi, ana shu kundan boshlab insonlar kichayishni boshladi. Bir avlod keyingi avloddan kichayib ketaveradi. O'zimiz ham ko'rib turibmiz, birodarlar. Jannat ahllarining bo'ylari ana shu Odam alayhisalomning bo'yi 60 metrda bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda aytgan ekan, odamning bo'yi 60 metr edi, ziro edi, yana 7 metr, 7 ziro edi. Imom Muslim Ahmadda keltirilgan hadisda Rasululloh aytadi, Alloh odamni yaratib, yasab, shakllab bo'lgach, bir muddat o'z holiga tashab qo'ydi, ruh kirgizmadi. Qala lamma xalaqallohu Adam tarakahu ma sha'an yada. Haykal holatda turdi. 40 kun deyiladi, vallohu alam. Iblis jannatda edi. Iblis farishta emas edi. Iblis layin emas edi hali. Yer yuzida rivoyatlarda keladi, ana shu jinlar ichidagi eng taqvoligi, eng ibodatga polvon bo'lganligidan Alloh azza va jalla uni ikroman, hurmat qilgan holda jannatga olib chiqib qo'ygan edi. Allohning makridan faqat fosiq qavmlar g'ofil qoladi. Jannatga kirganda ham Alloh xolisa makr bilan chiqarib olgan ekan shu mana. Iblis keldida hasad qildi. Kim bu dedi? Nima uchun yaraldi?
Har tomondan aylanib ko'rdi. Hadislarda keladi, iblis kelib tepib ko'rdi Odam alayhissalomni. Shunda ovoz chiqdi. Odam alayhissalomning qorni bo'sh edi. Haykal holatda qorni bo'sh edi. Ovoz chiqqani ko'rdi-da, Odam alayhissalomni ichi g'ovak bo'm-bo'shligini ko'rdi-da, quvvat yo'qligini bildi. Ibn Abbos Tabarida keltirilgan rivoyatlarda odam shakllangan, yaralgan holda 40 kun ruhsiz holda turdi. Shayton keldi, ko'rdi, qo'rqdi, hasad qildi. Farishtalar ham qo'rqishdi. Oyog'i bilan tepib ko'rdi, undan ovoz chiqdi. Odamni og'zidan kelib orqasidan chiqdi iblis. Ichini bo'shligini ko'rdi va farishtalarga aytdi, undan qo'rqmanglar. Agar Alloh uni menga bo'yin sundirib qo'ysa, uni halok qilaman. Agar meni unga bo'yin sundirsa, bo'yin sinmayman dedi. Niyat qaranglar-da. Hasad, kibrdan burun hasad bo'lyapti birodarlar gunoh. Hasaddan boshlanadi ko'p narsa. Keyin kibr qilasiz. Va hamma hayron bo'ldi. Nima uchun yaraldi bu yangi mahluq? Kimligini bilmaydi. Necha martasi bo'ldi? Jumatdami? Uyqusirayapti shekilli. So'ngra Alloh azza va jalla Odam alayhisalomga ruh kirgizdi. Fa iza sawaytuhu va nafakhtu fihi min ruhi faqau lahu sajidin. Qachonki men unga uni yaratib, tekislab, shakllab, o'zimni ruhimdan puflab kirgizganimda, unga sajda qilgan holda yiqilinglar. Mana endi 3 marta bo'ldi. Nimamdan deyapti Alloh? Ruhimdan deyapti. Birodarlar, siz bilan bizdagi tirik turgan ruh, bu Allohning ruhidan ajrab chiqqan ruh, birodarlar. Mana bu jasad. Bu turpoqdan bo'lgan, yerdan bo'lgan. O'lganimizda kirib ketadi. Inson o'lganda yerdagi yerga, osmondagi osmonga ko'tariladi. Nima o'lmaydi? Jasadmi, ruhmi? Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatun va la nawm. Allohda na uyqu oladi, na mudroq oladi. Ruh uxlamaydi, birodarlar. O'lmaydigan, uxlamaydigan, mudramaydigan Alloh azza va jallaning ruhidan chiqib bizga kirdi. Bizni aziz qilgan narsa ham shu ruh, birodarlar. Shu ruhni Alloh taolo kiyintirib qo'ydi mana jasad bilan. Qiyomatda Alloh taolo boshqatdan turpoqdan chiqarib kiyintirib qo'yadi bu jasadga. Jasadni ehtiyot qilib, ruhni qiynamaydi, birodarlar. Namozda turganda rohat oladi. To'g'ri, oyog'imiz tolyapti, belimiz tolyapti, chiqib ketib qolyapti chidamasdan. Ishlatib qolish kerak bu jasadda, bu ruhni rohati uchun. Hadislarda keladi, mana quyidagi hadisda Odam alayhisalomga ruh kirishlik tafsilotlari keladi. Alloh taolo Odam alayhisalomga ruhni boshidan kirgizdi. Birinchi bo'lib ko'zi ishladi. Jannatdagi ne'matlarni, mevalarni ko'rdi. Aqli ishladi. Pastga qarab keldi. Mana shu joyga kelganda Odam alayhisalom bitta surdi. Shunda farishtalar alhamdulillah deng deyishdi. Odam alayhisalomda birinchi og'izdan chiqqan so'zi alhamdulillah bo'ldi. Alhamdulillah ibodatlarning ibodati, birodarlar. Inshaalloh keyingi suhbatlarda alhamdulillah qanaqa ibodatligini gapirib beramiz. Alhamdulillah dedi. Voy demadi. Alloh azza va jalla javob berdi. Rahimaka robbuk. Robbing senga rahmati bo'ldi dedi. Necha marta bo'ldi? Qaranglar, otamiz qanaqa inson bo'lgan. Qanday banda bo'lgan. O'sha otamizni farzandimizimiz haqiqiy. Bir gunoh qilib qo'yib turib, kullu bina adama xatton va kullu xoyrul xattoina tawwabun deymiz. Nima deymiz? Xato qiluvchilarni odam bolasi borki xato qiladi, xato qiluvchilarning yaxshisi tavba qil. Birodarlar, otamizga ergashsak, otamiz bir marta xato qilgan. Bir marta shu mevani yeb qo'ygan. Qaytib gunoh qilmagan. Ras otamizni farzandi bo'ladigan bo'lsa, gunohni kamroq qilaylik. Har safar gunoh qilib qo'yib turlar, yaxshi qiluvchi, tavba qiluvchi. Qilmaslikka harakat qilaylik, birodarlar. 4-marta Allohning rahmati bo'ldi. Ruh Odam alayhisolamning qorniga yetganda, qorni ishga tushdida, jannatda mevalarni ko'rdi, yeyish kerakligini tushundi, hali jon oyog'iga yetmasdan turib intilib bordi. Shoshilib ketdi. Otamizdan bu ham. Bir narsani mo'ljallasak yetguncha bo'lmay ketamiz-ku. 30 bo'ldi kutib shoshilyapmiz-ku, birodarlar. Shoshilsak ham, shoshilmasak ham Alloh bergan kun bo'lishini iymon keltirdingmi? Shoshilmang. Shoshilmang.
Kim aytgani bo'ladi? Xotirjamlik shu emasmi? Odam alayhisalom shoshib olgan ekan. Xuliqal insonu min ajal. Alloh taolo inson shoshqaloq deyapti. Shoshib ketamizda, bo'lmayapti. Duo qilib necha yillar bersangiz bo'lmayapti. Birodarlar, duo qilaveringda. Bo'lmayapti desangiz pishib qolishi mumkin. Turibdi, tushish kerak. Shuncha so'radim, bermadi dedingiz. 50 yildan ham bermadi dedingiz. Bo'ldi, tushmaydi endi. Inson o'layotganda ham xuddi shuni aksi bo'ladi, birodarlar. Jon oyoqdan chiqishni boshlaydi. Yaxshi bilamiz, oyog'i muzlab qopti deymiz, oyog'i nima deymiz? Ishib qopti deymiz. Xuddi shuni teskarisi bo'ladi. Ruh qanday kelgan bo'lsa, chiqishlikda xuddi o'shunday teskari yo'l bilan oyoqdan boshlab chiqishni boshlaydi. Yo mana ba'zida shunday bir ulamolar gaplari keladi, inson mana shu o'lganda ko'ramiz, haligi kinolarda ko'ramiz endi. Ko'zi shuni osmonga qarab qoladi. Ruhini chiqib ketayotganini ko'rar ekan ko'z oxirgi marta. Ruhini ko'rar ekan o'zini. Oho, hali qancha bor unda deymiz-ku. O'rtacha bir 70 ga kirsam, kim biladi birodarlar? Kim biladi 70 ga kirishimizni? Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomga jon kirgizib bo'lgandan keyin umurtqasini o'ng qo'li bilan siladi. Va qiyomatgacha, ana shu lahzadan boshlab qiyomatgacha yashaydigan odamlarning ruhini bir vaqtda yaratdi. Bu yerda o'tirganlar yosh qancha bo'lishidan qat'iy nazar ruhimiz teng akalar. Odam alayhisalomning birinchi farzandlari va oxirgi qiyomatgacha yaqin tug'iladigan farzandlarning ruhi bir vaqtda Alloh taolo bo'ldidi, hamma ruhlar bir vaqtda yaraldi. Endi dunyoga kirishlik tartibi Alloh taolo taqdir qilib qo'ygandaqa birimiz burun, birimiz keyin dunyoga kelamiz. Alloh azza va jalla mana shu o'rinda bandalar bilan misoq tuzdi. Musulmonmisan? Alhamdulillah musulmonman. Musulmonman. Kimga millatidansan? Kitobing nima? Qibling nima? Qachondan beri musulmonsan desa, al-misoqdan beri deymiz. Al-misoqning ma'nosi nima desa, haligi test qatori bo'lib qo'ygan, yodlatib qo'ygan kattalarimiz. Al-misoqning ma'nosi nima desa, ruhlar balo degan kuni. Nima degani? Mana shu misoqni gaplashamiz inshaalloh. Yine to'xtatamiz. Va astagfirullah va akhadha robbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum va ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqula yawmal qiyamati inna kunna an hada ghafilin aw taqula inna ma ashraka abauna min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Qiyomat kunida Allohning oldiga borganda bir banda ham men eshitmagan ekanman bularni. Ham menga birov aytmagan ekan der ekan. Biror bir qavm bo'lmaydi, magar ichida albatta oxiratda ogohlantiradigan nazir, ogohlantiruvchisi bo'ladi deyildi. Endi bir banda eshitmadi ham deylik. Ruh ana shu paytda yaratib qo'yib turib, hammamiz ruhimiz Alloh taolo alastu bi robbikum. Men sizlarni yo'qdan bor qilgan Robbinglar emasmanmi deganda hammamiz bir ovozdan ha, biz guvohimiz sen bizni yo'qdan bor qilganligingga deb javob berganmiz. Kim eslay oladi shuni? Islomiysizlar, men ham islomiyman. Chunki agar buni eslaydigan bo'lsak, bu qanaqa bu imtihon bo'lib qoladi? Alloh taolo aytayapti, mana biz guvohlikka o'tdik. Qiyomat kunida biz bu narsalardan bexabar ekanmiz. Otalarimiz mushrik bo'lgan ekan, otalarimiz qilgan gunoh tufayli ana shu ahmoq bo'lgan odamlarga ergashganligim uchun azoblaysanmi demasligimiz uchun senga hozir so'z beryapmiz. Ya'ni har bittamiz bittadan eslaymiz birodarlar qiyomat kunida bergan so'zimizni. Ana shu payt misoq deyiladi. Ruhlar Parvardigori bilan ittifoq qilgan, dogovor qilgan kuni misoq deyiladi. Qachondan beri musulmon ekanmiz? Al-misoqdan beri. Al-misoqning ma'nosi nima ekan? Hammamiz ha Parvardigor, sen bizni yo'qdan bor qilgan Robbimizsan, bizga hech qanaqa uzr qolmadi degan kunimiz. Demak, hech kimga qiyomat kunida uzr qolmaydi. Alloh azza va jalla mana Hazrat Umar rivoyat qilgan hadisda Rasululloh aytadi, Alloh odamni yaratdi va o'ng qo'li bilan uni zohirini siladi va qiyomatgacha yashaydigan zurriyatni chiqardi va dedi Alloh. Ana ularni dedi, jannat uchun yaratdim. Mana bularini do'zax uchun yaratdim dedi. Ruh bo'lib turgan paytda Alloh taolo bo'lib qo'ydi. Mana qismi jannatga, mana qismi do'zaxga dedi.
biz nomoya amalimizni o'ng qo'limizdan olib, jannatligimizni xabarini topmaguncha hech qachon xursand bo'lishga haqqimiz yo'q. Shundaymi? Va amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ya layta ya ha umqra'u kitabiya. Ammo kim kitobini o'ng qo'lidan bersa, dedi Alloh taolo. Kitobini oladida xursand bo'lib ko'ringlar. Mana Alloh menga kitobni o'ng qo'ldan berdi. Va amma man utiya kitabahu bi shimalihi. Ammo kim kitobini chop qo'lidan bersak, o'ng qo'ldan chop qo'ldan olinadi. Ana shu kun kelguncha hech kim xursand bo'lib xotirjam bo'lishga haqqi yo'q. Shunda bir kishi so'radi, "Ya Rasululloh" dedi. "Kimi jannatga, kimi do'zaxga borishi hal qilinganmi?" "Ha" dedi Rasululloh. "Unda nima qilamiz qiylan amal qilib?" dedi. Kitobimizga suyanib, yozib qo'ygan narsaga suyanib yotib olmaymizmi? Meni jannatga bo'lganimni yozgan bo'lsa, men dod desam, faryod desam, jannatga kiraman ekan. Shundaymi? Shunday. Men har qancha amal qilsam, agar do'zaxligimni yozgan bo'lsa, do'zaxga kirib keta olman ekan. Shundaymi? Unday emas, birodarlar. Amalu kullun muyassar liman xuliqa dedi Rasululloh. Yo'q dedi, amal qilinglar dedi. Har kim dedi, diqqat qilaylik. Qayoqqa yozilgan bo'lsa, shu yoqqa olib boradigan ishlarni qilishlikni oson qilib qo'yadi u uchun. Tushuntira oladimmi? Bemalol kechqurun turib namoz o'qiy olasiz. Bemalol 50 yerda bir 100 dollar turganda oxlab o'tib keta olasiz. Bemalol ko'zingizni shuni yerga olib qocha olasiz, zino bo'layotganda ko'z zinosi. Bemalol televizni tishlab qola olasiz. Bemalol Qur'oningizni ochib televizionni o'chirib qo'ya olasiz, bemalol Qur'oningizni o'qiy olasiz. Va aksincha, bir bandani Alloh do'zaxga yozgan bo'lsa, uni hech kim bilmaydi. Xuddi jannatga yozganini bilmagandek. Lekin bu do'zaxiy ishlarni qilishlik bilan mashg'ul bo'ladi, do'zaxiy ishlar qilish bunga oson bo'ladi. Ba'zida yerda ketayotgan qo'ng'izni bosib olsangiz, inson qanaqa bir ichingiz ezilib ketadi. Beqasd qildingiz, lekin ichingiz ezilib ketadi. Endi odamlarga ochiq zulm qilayotgan odamni ko'rganda nima deysiz? Yo'q, Alloh biladi, buni ayta olmaymiz do'zaxligini. Demak, ba'zi odamlarga do'zaxning ishini qilish oson bo'lar ekan. Ba'zi odamlarga jannatning ishlarni qilishlik. Demak, tekshiraylik birodarlar. O'zimizga savol beraylik. Qaysinisi oson bo'lyapti? Yana noaniq kim haqqa borishligi biz uchun Alloh azza va jalla o'zi biladi. Xulosa birodarlar, har bir inson o'ziga qaysi tomon yozib qo'yganligini bilmaydi va har bitta insonda ixtiyor bor. Indalloh shu gapda. Ixtiyoringiz bilan jannatni ishlarni qiling, jannatga kiring, ixtiyoringiz bilan do'zaxga ishlarni qiling, do'zaxga kiring. Lekin jannatni ishlarni ixtiyoringiz bilan qilayotganda ham kerilmang. Chunki innamal a'malu bil xawatim. Amallar xotimasiga qarab o'lchanadi. Bu o'tirishimiz hech narsa emas. Ketar soatda shunday holatda ketmasak, bu o'tirishimiz hech narsa emas. O'shuning uchun o'zimizga katta baho berib, xotirjam bo'lib qolmaylik. Necha martasi bo'ldi? Birinchisi o'rinbosarim dedi. Ikkinchisi qo'li bilan yaratdi. Uchinchisi o'zining ruhidan kirgizdi. To'rtinchisi rahimaka robbuk dedi. Mana shu joyda to'xtatib, qolganini keyingi darsda inshaalloh suhbatlashgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala xayri xalqi Muhammadin va alihi va ashabihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarlar qissalarini boshlab, mana Odam alayhissalomni yaralganiga kelib tugatgan edik. Kechagi suhbatimizni bugun inshaalloh davom etkazgan bo'lamiz. Kechagi suhbatimizning xulosasi shu ediki, Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni yaratib, umurtqasini silab, qiyomatgacha yashaydigan odamlarni ruhini yaratdi dedik. Va ana shu qiyomatgacha yashaydigan ruhlarni yaratib bo'lib, mana bularni dedi Alloh taolo do'zax uchun yaratdim va ana ularni jannat uchun yaratdim deb belgilab qo'ydi. Shunda farishtalarda sahobalardan biri so'radiki, "Ya Rasululloh, biz hali dunyoga kirmasimizdan turib, jannati yoki do'zaxligimiz ruhli holatimizda belgilanganmi?" deganda Rasululloh ha deb javob berdi. Unda amal qilib nima qilamiz? Kitobimizga suyanib o'tirsak bo'lmaydi bu. Deganda Rasululloh aytdi, "I'malu kullun muyassarun lima xuliqala." Amal qilinglar, har bir kishini qayoqqa borishligi ana shu uni qilayotgan ishlardan bilinadi. Jannatiy bo'lib yozilgan bo'lsa, jannatiy ishlarni qilishiga oson bo'ladi. Do'zaxiy deb yozilgan bo'lsa, do'zaxiy ishlarni qilishiga oson bo'ladi. Demak, insonni qayoqqa borishligini Alloh azza va jalladan boshqa hech kim bilmaydi. Insonda ixtiyor bor. Sizlardan bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir umr jannat amali ahlini qilib yuradi.
jannatiylarda amalini qilib yuradi, lekin kitob o'zadida umrining oxiriga borganda bitta gunoh qilib jahannamga ravona bo'ladi. Va sizlardan bir kishi bir umr jahannam ahli amalini qilib yuradida, u bilan jahannam o'rtasida bir ziro masofa qolganda bitta solih amalni qilib shu bilan jannatga kirib ketadi. Ya'ni hech kim qayoqqa borishligini bilmaydi, Alloh azza va jalladan tashqari. Demak, siz bilan bizda ixtiyor bor. Ixtiyorimiz bilan Alloh taoladan taqvo qilsak, mana farishtalar, jinlar, insonlar, hayvonlar. Inson mana shu hayvonlar bilan farishtalar o'rtasida yaralgan. Farishtalarda aql bor, ixtiyor yo'q. Ular gunoh qila olmaydi. Hayvonlarda ixtiyor bor, lekin aql yo'q. Insonda ikkalasi ham bor. Aqli ham bor, ixtiyori ham bor. Inson mana shu gunoh qilishlik ixtiyori bo'lib turib, o'zini mana shu ixtiyoridan man qilib, gunoh qilmasdan Allohga ibodatda tanlaydigan bo'lsa, aqli bilan, bu mana shu farishtalardan balandroq darajada bor. Chunki gunoh qilishlik imkoniyati bo'lib turib, gunoh qilmayapti. Endi mana shu ixtiyori bilan, aqli bilan gunohni tanlab qoladigan bo'lsa, hayvondan past darajada bo'ladi. Chunki hayvon aqli yo'q, gunoh qilmasa, inson aqli bo'lib turib ixtiyori bilan gunoh qiladi. Demak, insonga ixtiyor ham berilgan, aql ham berilgan. Mana Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomni yaratib, farishtalarga va iblisga ham Allohga, Odam alayhisalomga sajda qilishlikka buyurdi. Musta'id billah va laqad xalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin. Qala ma manaka alla tasjuda id amartuk. Vaqtiki Alloh taolo mana dar haqiqat sizlarni yaratdik, so'ngra sizlarga surat berdik, so'ngra farishtalarga, odamga sajda qilinglar dedik. Bas ular sajda qildilar, faqat iblis bosh tortdi va sajda qiluvchilardan bo'lmadi. Alloh iblisga senga buyurgan vaqtimda seni sajda qilishlikdan nima to'sdi? Odam alayhisalomni xalifa deganda bir marta aziz qilgan edi. Qo'li bilan yaratganida 2 marta aziz qilgan edi. Aksi urganda Rohimaka Robbuy deganda 3-marta aziz qilgan edi. Yana ruhidan kirgizgan paytda aziz qilgan edi. Endi Alloh taolo sajda qilishlikka buyuryapti. Farishtalarga. Odam alayhisalomni hurmat qilishlik yuzasidan bu ibodat sajdasi bo'lgan emas, ikrom sajdasi, hurmat sajdasi bo'lgan. Demak, Alloh taolo farishtalarga sajda qilishlikni buyurgandek, iblisga ham sajda qilishlikka buyurdi. Shunda iblis aytdiki, qolana xayrun min xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin. Men undan yaxshiroqman dedi, sajda qilmaganligini sababini aytib. Uni turpoqdan, loydan yaratding, meni o'tdan yaratding. Mana shu joyda birodarlar, hamma gunohlarning asli mana kibr deb aytadi ulamolar. Chunki insonning qalbida kibr bo'lgandan keyin asta-sekin gunoh qilishga o'tadi. Har qaysi odam mana aytganmiz, hali kervozlik degan darsimiz o'tganimizda, o'zini ro'parasidagi turgan odamdan qaysidir bir tomonlarni ustunda biladi, ro'parasidagi odamdan o'zini albatta balad deb biladi. Yo puli ko'p, yo aqli ko'p, yo kuchi ko'p, albatta nimangizdir balad nazaringizda. Iblis ham o'zi haqida shunday fikrda edi. Men undan yaxshiman dedi. Birodarlar, Allohning huzuriga borganda bilamiz kimdan yaxshiligini. Inna akramakum indallohi atqakum. Ilmlilar ham demadi Alloh. Allohning huzurida hurmati balandinglar, Allohdan ko'proq qo'rqaninglar dedi. Iblis jannatga kirgan edi. Lekin ana shu kibr degan kasal bor edi. Mana jannatda turib ham gunoh qildimi iblis? Gunoh qildi. Bandalarini Alloh taolo jannatga kirgizganda mu'minlarni birini darajasi albatta ikkinchisinikidan farqli bo'ladi. Mana hadislarda keladi, jannatda 100 etaj deyilgan. Insonlarda qilgan amallariga qarab ana shu joy belgilanadi. Hadislarda keladi. Bir qoriga Qur'on yodlagan kishiga jannatga eshik tagida o'qing deyiladi. Qur'on o'qishlikni boshlashligi bilan darajasi ko'tariladi-da, oxiriga yodlagan oyatiga to'xtaganda shu yetgan joyi shuga kiriladi. Demak, Qur'on yodlashlikka haris bo'lishimiz kerak. Demak, jannatiylarda darajalari har xil belgilanganda, pastda turganlar tevadagilarni baribir havas qilar ekan ozgina. Bar ko'proq tekkanda ularga degan. Lekin birodarlar, jannatda bunaqa muammo bo'lishi kerak emas. Jannat haqida o'zi inshaalloh mana qadr kechalari kelyapti, shu yerda gapiramiz inshaalloh. Batafsilroq. Jannatda muammo bo'lmaydi birodarlar. Hattoki
Bir birodaringiz uyga borib turib kirmoqchi bo'lsangiz, po'sh bo'lib turing deyish kerak ahliga. Shundaymi? Ayol kishilar ko'rmaslik uchun shu ham bir mushkulami dunyodagi? Jannatda bir jannatida Alloh taolo huri bilan o'tirgan bo'lsa, ikkinchi birodari kiraveraymi deyishligi ham muammo birodarlar. Shunda kirib kelishligi kerak. Alloh qanday hal qilib qo'ydi buni? Ana shu huri o'zini hojasiga ko'rinar ekan, boshqa hech kimga ko'rinmas ekan. Havas qilar ekan. Havas qilib menda ozroq bo'lib qoldi demaslik uchun Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Jannatga kirganlarda qalbidan bir-biriga nisbatan bo'lgan g'illa-g'ashlikni chiqarib tashlaymiz. Yaqin do'st, birodarlar qatorida bir-biriga qarab o'tiradi deydi. Onaniki menikidan yaxshi degan narsani olib qo'yar ekan Alloh taolo. Har kim o'zini topgan joydan rozi bo'lar ekan. Iblis kirgan edi jannatga, lekin baribir ana shu kibri bilan birga kirgan edi. Alloh taoloning taqdiri bu yog'ini siz. Men undan yaxshiman dedi, Alloh taolo o'zi biladi kim yaxshiligini. Iblis Odam alayhisalomga sajda qilishlikdan bosh tortgandan keyin Alloh taolo uni jannatdan haydab chiqardi. Fahbit minha fama takunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Bas jannatdan chiqqin. U yerda senga kibr qilishlik lozim bo'lmaydi. Chiqqin albatta sen sog'irlardan, pastlardansan deb Alloh taolo xor qildi uni. Iblis mana shu o'rinda gunoh qildi. Gunoh qilganligini tushundi, lekin tavba qilmadi. Balki o'jarligida davom etdi. Chunki kibr bor ichida uning qalbida. Anzirni al ila yawmi yub'asun. Parvardigor meni qiyomatgacha o'ldirmagin. Ya'ni meni o'ldirmagin dedi. Innaka laminal munzarin. Albatta sen qiyomatgacha ma'lum bir vaqtgacha o'lmaydiganlardansan degan Alloh taolodan o'lmaslik xatini olgandan keyin Allohga ahd berdi, so'z berdi. Hammana do'sti bor, dushmani borda nazarida. Birodarlar, shaytondan katta dushman bo'lmaydi. Shaytondan katta dushman bo'lmaydi. Iblis Allohdan mana shu muhlatni olgandan keyin, o'lmasligiga va'dani olgandan keyin aytdiki, seni to'g'ri yo'lingga o'tirib olaman. Mana shu odamni deb jannatdan quvildimmi? Mana shu odamni deb mana shu jannatdan chiqdimmi? Uni o'ng tomonidan, chap tomonidan, oldilaridan, ortlardan kelib juda ko'pchiligini adashtiraman. Oqibatda odam farzandlarini ko'pchiligini vala tajidu aksarahum shakirin. Juda ko'pchiligini shukr qilmayotganligini topasan dedi. Shayton gapiga javob beryapti birodarlar. Odamlarning ko'pchiligi Allohga shukr keltirmay yashayapti. Biz faqat ibodat tushunmaylik shukr keltirish deganda. Allohning bergan kuniga rozi bo'lishlik, shukr keltirishlik. Hattoki ko'pchilik namozxonlarimizda mana shu sifat kam topiladi. Namozini o'qiydi, shikoyat qilaveradi hayotidan. Issiq bo'lib ketdi, sovuq bo'lib ketdi, qimmat bo'lib ketdi, arzon bo'lib ketdi. Allohning bergan kuniga rozi bo'lib yashashlik shukr kattasi emasmidi? Ibodatda qoyim bo'lish shukr qilishlik kattasi emasmidi? Shayton ana shu kundan boshlab jannatdan quvildi va Odam va alayhissalomga dushman bo'ldi. Alloh taolo mana shu so'zidan keyin ukhruj minha maz'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in. Jannatdan la'natlangan, xor, past bo'lgan holda chiqqin. Senga ergashganlar bilan jahannamda to'lg'izaman deb Alloh ham va'da berdi. Innaka la tukhliful mi'ad deymiz duoda. Parvardigor sen hargiz va'dangga xilof qiladigan zot emassan. Ularni ovozlaring bilan, hiylalaring bilan, qo'lingdan kelgan hamma vositalar bilan chorlagin. Ularni mol dunyolarida, farzandlarida sherik bo'lgin. Ularga yolg'on va'dalarni bergin. Shayton insonga faqat g'ururni, yolg'on, bo'lmag'ur narsalarni va'da beradi. Mana mol dunyosida, bola chaqasida sherik bo'lgin deyapti. Musulmon odamga sunnat bo'ladi. Ayoliga yaqinlik qilganda, ovqat yeganda Allohning ismini zikr qilishlik. Mana shu ikki o'rinda shayton siz bilan bizga sherik bo'ladi, birodar. Mana kattalarimizdan eshitardik. Semiz shayton bilan arvoh shayton uchrashib qolgan ekan. Kattalarimiz biladi buni. Birodarlar, bu Sahih Buxoriyda kelgan hadis ekan bu. Keyingi davrlarda bir ilmda aslidan uzoqlashib ketganligimizda rivoyat qatori qolib qolavergan ekan bu ma'lumot, lekin hadis ekan. Ana shu semiz shayton bilan oriq shayton uchrashadi hadisda kelishicha. Oriq shaytondan semiz shayton so'raydi, "Nimcha ozib ketding, nimcha to'zib ketding?" Ha, menga biriktirilgan odam deydi. Men biriktirilgan odam yeganda bismillah deydi.
qo'limdan ovqatim tushadi. Kiyganda bismillah deydi, yalang'och qolaman. Uyga kirganda bismillah deydi, eshik tagida qolaman. Senimcha semirib ketding. Xuddi shuni aksi. Yeyotganda bismillah demaydi, teppa-teng yeyman. Kiyayotganda bismillah demaydi, teppa-teng kiyaman. Ayoli yaqinlik qilganda bismillah deb teppa-teng sherik bo'laman deydi. Demak, birodarlar, bismillah eng kamida, bismillahirrohmanirrohim deyishga charchayotgan bo'lsa, eng kam qisqasi bismillah. O'zi har bitta o'rinda sunnat bo'lgan ma'sur duolar bor. O'sha yaqinlik qilayotganda, ovqat yeyotgandagi, ovqat yeyishdan oldin, yotayotganda, turganda, kiygandagi duolar bor. Bilamizmi shularni? Demak, shayton mana shu ikkita narsada sherik bo'ladi insonga. Moli dunyosida va farzandlarida. Shaytonni mana shu qilgan osiyligi Alloh taologa qilingan birinchi isyon, birinchi gunoh shu bo'ldi. Demak, birinchi gunoh kibr bo'ldi. Kibr, mana aytdik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi kelyapti-ki, Rasululloh, mana ko'ryapsiz, Alloh meni chiroyli qilib yaratgan. O'zim boshqalardan chiroyli bo'lib turganimda, kiyimim ham boshqalarnikidaqa bo'lishini xohlamayman. Chiroyli bo'lib turishini xohlayman. Shu kibrmi deb so'raganda payg'ambarimiz yo'q, kibr bu kibr emas dedi. Al-kibru batarul haqqi va ghamtun nas dedi. Kibr haq so'z aytilganda xo'p deb unamaslik va odamlarni mensimaslik dedi. Haq so'z, Allohning so'zi bo'ladi, shayton unamadi, Odam alayhisolamni nima qilmadi? Mensimadi. Aytyapmiz, hamma o'zining ro'parasidagi odamdan balad deb biladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida Rasululloh tirik paytida muhojirlardan birini quli ansorlardan birini quli bilan suv talashib urushib qoladi. Ya'ni muhojirlar, ansorlar bu insonlarning eng bir afzal toifalari. Rasulullohning yoniga bir tayoq bo'lgan kishilar, yordamchi bo'lgan kishilar. Shunda haligi ansorning quli ya alal ansor deydi. Ey ansorlar deydi. Muhojirlarning quli ya alal muhajirin. Ey muhojirlar deb turib, Makkaliklar Madinalarda tavakkashlik o'tib qolishadi. Kimlar bular? Sahobalar bular. Rasululloh tirik turgan davrdagi sahobalar. Shunda munofiqlarga bo'p berdi. Ana shu Abdulloh ibn Ubay aytdiki, ana ko'rdinglarmi dedi. Fursatni foydalanishni qarang, fursatdan foydalanishdi. Bu muhojirlar hech narsasi yo'q, qiyb-qizil gaday bo'lib Makkadan kelganda bag'rilarga oldinglar, joylarni berdilar, ovqatlarni berdilar, uylarni berdilar. Mana endi o'zingizlarga dab qilyapti deb turib, munofiqlarga nima bo'ldi? Bahona bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tez yetib keldida, "Da'uha fa innaha mumtina" dedi. Bu tarafkashlikni, millatchilikni qo'yinglar. Albatta bu dedi, juda bir xunuk narsa dedi. Men sizlarning ichingizda turib shunaqa qilasizlarmi dedi. Mendan keyin bir-biringizlarni bo'yningizga qilich uradigan kofirlarga yonib ketmanglar dedi. Asli nima? Kibr. Arablarni dushmanlar aldashdi. Sizlardan payg'ambar chiqqan, oxirgi payg'ambar sizlardan chiqqan, islomni dunyoga tarqatgansizlar, sizlar azizsizlarda arablar arabligi bilan faxrlandi. Turklarga keldi, dushmanlar turklarga aytishdi. Aslar Usmonlik turklar, sizlar mononcha yil imperiya bo'lib turgansizlar, dedi. Turklarni tashlab chiqib shotini olib qo'yishdi. O'zbeklarga kelishdi. Sizlardan Buxoriylar chiqqan, Termiziylar chiqqan, falonchilar chiqqan dedi. Bularni ham qo'ltiga so'pirib tashlaga chiqarib shotini olib qo'yishdi. Endi bunisi men Buxoriyman deb turibdi, bunisi men turkman deb turibdi, bunisi men Qurashiyman deb turibdi. Lekin eslasinda shular. Bularni nima aziz qilgan edi? Kim edi bular? Arablar kim edi-yu, turklar kim edi, bu o'zbeklar kim edi? Dini bo'lmaganda hech narsaga arzimaydigan xalqlar emasmidi? Din ko'tarmaganmidi bularda? Dinni muhmal tashab qo'ygandan keyin Alloh bergan kunni ko'rishyapti. Demak, dinni biz yo'lamaymiz, birodarlar. Bu dinni tabiat shunaqa ekanki, dinni mahkam ushlagan xalqni din o'zi bir yuksallikka, azizlikka olib chiqaverar ekan. Odam alayhissalom olim bo'lib yaraldi. Odam alayhissalom yalang'och edi, keyin hashiyada bayladi, keyin anaqa bir kalta ko'tarib yurdi degan gaplar-ki, birodarlar, bu haligi maymundan yaraldik deganlarning gapi bu. Ularni bilmadik, lekin biz otamiz Odam alayhissalom olim bo'lib yaraldi. Kiyimli bo'lib yaraldi. Alloh taolo hamma narsani o'rgatib birdaniga olim qilib yaratdi. Mana Odam alayhissalomga Alloh taolo ilmni o'zi o'rgatdi.
Shis alayhissalom otasidan shu payg'ambarlikni ilmlarni oldi, lekin hammasini olib qola olmadi. Sabab Shis alayhissalom nimaga hammasini olib qola olmadi desa, odamdan odam dars oldi. Shuning uchun hammasini olib qola olmadi. Odam alayhissalom Alloh taolo biling dedi, biluvchi bo'ldi. Yer yuzida hali Odam alayhissalomdagi ilmga ega bo'lgan odam bo'lmaydi, birodarlar. Va allamal Adam asma kullaha. Jamiki narsalarning ismlarini Alloh taolo Odam alayhissalomga o'rgatdi. Biling dedi, bo'ldi, bildi. Lekin Shis alayhissalom nima qildi? Ustozdan shagird o'rgangandaqa o'rgandi, shuning uchun hamma ilmni olib qola olmadi. Birinchi kunidayoq hamma narsalarni bildi. Odam alayhissalomni Alloh taolo tiriltirib, farishtalarga borib, ana bu farishtalarga borib, assalomu alaykum deng dedi. Demak, bu salomni kim o'rgatibdi? Assalomu alaykum dedi. Odam alayhissalomning gapirgan tili arab tili deydi. Bu ana shu sahih hadislarda bunga bir hujjatlar bor. Va alaykussalom va rahmatulloh deb farishtalar javob berishdi. Shunda Alloh taolo, ey odam, bu seni tahiyyin va zurriyotingning tahiyyasi dedi. Demak, qalaysan emas. Assalomu alaykum. Bu ana shu jannatlarda tahiyyasi hisoblanar ekan. Alloh taolo nimani o'rgatdi? Ibn Abbosni keltirgan mana rivoyatlarida Alloh taolo Odam alayhisalomga osmon yerdagi hamma narsa, tog', daraxt, tosh, hayvon, suv, osmon, yer, hamma narsani yer yuzida bor shu narsani hammasini atini biladi ekan. Bizga bitta tosh ko'rsatsa, biz tosh deb bilamiz. Lekin uni qanaqaligini mutaxassislari biladi. Bu daraxt deymiz. Biz hamma daraxt atini bilmaymiz. Odam alayhisalom hamma daraxt atini bilgan. Bizi otamiz shunaqa olim bo'lgan, birodarlar. Bizi otamiz shunday bir bilimdon bo'lgan. Bizi otamiz aziz bo'lgan. Allohga qulchilik qilgani uchun aziz bo'lgan. O'z-o'zidan aziz bo'lib qolgan emas. Ulamolardan biri aytadi, inson o'zini Allohning ibodatini qilishlikdek ish bilan boshqa o'rinda aziz qila olgan emas. Inson o'zini aziz qilmoqchi bo'lsa, Allohning ibodatini qilsin. Bundan ortiqcha azizlik bo'lmaydi. Endi inson o'zini xor qilmoqchi bo'lsa, Allohga osiy bo'lsin. Undan ortiq xorlik bo'lmaydi insonga. وعلم الآدم أسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Farishtalar nima deyishgan edi? Alloh taolo xalifa yarataman deganda. Yarata olsin, kim yaratsa ham baribir biz bilimdonroq bo'lamiz, biz aqlli bo'lamiz, Allohga yaqin bo'lamiz deganmidi? Alloh taolo Odam alayhisalomga ana shu narsalarning ismlarini o'rgatib turib, farishtalardan so'radi. Sizlar shunaqa bilag'on bo'lsanglar, ya'ni farishtalar ham o'ziga nima qildi? Baho berishib qo'ydi. Bizga Alloh baho bersin. Ular aytishdiki: "Qolu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Parvardigor, sen o'rgatgandan boshqa narsani bilmaymiz. Albatta sen biluvchi bo'lgan zotsan dedi. Shunda Alloh taolo aytdi: "Ya Adam anbihum bi asma'ihim." Aytib qo'y bularga dedi. Nechinchi marta? 6-marta arz qilyaptimi? Ilmni ham berib qo'ydi. Shuncha yil Allohning ibodatini, xizmatini qilgan farishtalarga bermagan ilmni berib, ularda oldida bilimdon ham qilib qo'ydi otamizni. Demak, Odam alayhisolamning o'rgangan narsasi ilm bo'ldi. Ilmga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi. Falamma anbahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu g'aybas samawati wal ard va a'lamu ma tubduna va ma kuntum taktumun. Ularga ana shu narsalarni ismlarini aytib bergandan keyin Alloh azza va jalla farishtalarga aytdi: "Axir men sizlarga aytmaganmidim? Men sizlar bilmagan narsalarni, sizlar berkitgan narsalarni, g'oyib osmondagi narsalarni hammasini biluvchiman deb aytmaganmidim?" dedi. Alloh farishtalardan ilm bilan Odam alayhisolamni aziz qildi. Oyatlarda tushunmaymiz agar mana shu qissalarni o'rganmasak. Sababi nuzullar bor, ularni o'rganmasak Qur'onni tushunmaymiz. Payg'ambarimizning tarixi, payg'ambarlarning tarixi bularni o'rganmagunimizcha uchun Qur'onning katta qismidan bexabar qolib ketamiz. Odam alayhisalom jannatda bir muddat yolg'iz yashadi. So'ngra Odam alayhisalom uxlayotgan paytda chop qovurg'alardan bittasini olib Alloh taolo Havvoni yaratdi. Astagfirullah. Ya ayyuhan nasu taqullohallazi xalaqakum min nafsin wahida. Sizlarni bitta nafsdan yaratgan Allohdan qo'rqinglar ey insonlar deyapti. Bitta nafsdan. Demak, ayol kishini Havvo onani inson Odam alayhisolamning chop qovurg'asidan olib yaratdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, ayol kishini
to'g'rilayman deb harakat qilmagin. Chunki u qiyshiq qovurg'adan yaralgan. To'g'rilayman desang sindirib qo'yasan. Tek qo'ysang qiyshiqlikcha qolaveradi dedi. Demak, siz bilan biz aytgandaqa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamiz bilan ozgina kelishmovchilik bo'lib qolgan paytda Abu Bakrni qozilikka olib kelgan ekan. Otasini, Abu Bakr Siddiqni. Qani Rasululloh bilan kelisha olmay qolgan ekan. Shunda Abu Bakr Siddiq o'tirganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga qarab, "Birinchi siz gapirasizmi yoki men gapiraymi?" desa, "Siz gapiring, faqat to'g'risini gapiring" degan ekan. Abu Bakr Siddiq bir shapaloq qo'ygan ekan qizini. Shu bilan rozi bo'lib tutgan ekan. Ya'ni Oysha onamizdek ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deb zotga qarab turib, "Siz gapiring, men faqat to'g'risini gapiring" deyapti. O'shuning uchun payg'ambarimiz aytgan, "Xayrukum lil ahliya va ana xayrukum lil ahliya." Sizlarning ichingizda eng zo'r kishilaringlar ayollariga yaxshi muomala qilganinglar dedi. Endi men sizlarning ichingizda ayollarga yaxshi muomala qilganlarning eng yaxshisi menman dedi. Bizda ayolga yaxshi muomala qilish nimani belgisi bo'lib qo'ygan? O'g'il bolalar. Bu payg'ambarimiz aytayapti bu narsani. Ayolingga yaxshi muomala qilgin deydi. Odam alayhisalom uyg'onib qarasa, yangi bir maxluq turibdi. Kimsan dedi. Dedi, ayolman dedi. Nimaga yaralding? Seni jufting bo'lish uchun dedi. Shunda farishtalar Odam alayhisalomni sinamoqchi bo'lib, kim bu deb so'raganda, Havvo deb javob berdi. Nima uchun Havvo? Chunki tirik narsadan yaratilgan. Qovurg'adan yaratilgan. Mana Abu Hurayra rivoyat qilgan hadisda quyidagi ma'nolar bor. Ana shu ayollarga yaxshilik qilinglar, qiyshiq qovurg'adan yaralgan, to'g'rilayman desa sindirib olasizlar, tashlab qo'ysanglar qishligicha qolaveradi. Ayollarda ko'proq aql emas, otifasi boshqaradi. Mana sahih hadislarda keltirilgan Havvo onadan keyin yaralgan ayollarning eng go'zali Sorra deyiladi. Ya'ni dunyoda yashagan ayollarda, dunyoda yaralgan ayollarda eng chiroylisi Sorra. Kim ayoli edi? Ibrohim alayhisalomdi. Nima uchun? Nima uchun Havvo onadan chiroyli emas? Chunki jannatda yaratilganda. Jannatda xunuk narsa bo'lmaydi, birodarlar. Va qulna ya adam uskun anta va zawjukal jannata fakula minha ragadan haythu shi'tuma va la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna minadh zolimin. Subhanalloh, Alloh taolo Odam alayhisalomga aytdi: "Ey odam, sen va ayoling mana shu jannatda xohlagan joylarda, xohlaganda yashanglar, faqat mana bu daraxtga yaqinlashmanglar. Mana shu daraxtdan yemanglar, zolimlardan bo'lib qolasizlar." Va aytdi yana: "Inna hada aduvun laka va li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Inna laka alla tajua fiha va la tara va annaka la tazma'u fiha va la tadha." Bu bitta daraxt dedi. Bu bitta dushman dedi. Ya'ni oddiy narsa, ikkita narsa. Bu dushmaning dedi. Seni va ayolingni jannatdan chiqarib olmasin dedi. Jannatda och qolmaysan, yalang'och qolmaysan, chanqamaysan, qiylamaysan dedi. Endi qarab turing. Holat shu. Bitta man qilingan daraxt, bitta dushman, jannatda hech qanday muammo yo'q. Och qolmaysan, yalang'och qolmaysan, chanqamaysan, boshqa narsa bo'lmaydi. Endi iblis Odam alayhisalomni aldab qo'ydi. Nima bilan aldadi deng? Nima bilan aldadi? Kerakmi unga u narsa? Har xil rivoyatlar bor. Iblis jannatdan chiqib ketgandan keyin kirganligi hali tovus qonatida, ilonni ichida. Vallohu alam kayfiyatini, lekin Alloh taolo izn berdi, Odam alayhisalomni imtihon qilish uchun kirdi iblis. Kirdida ularga aytdi: Astagfirullah, ma nahakuma robbukuma an hadhihi shajarata illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin va qasamahuma inni lakuma la minan nasihin va dallahuma bighurur. Ana akalar o'sha yerda boshlandi. Kelib aytdiki, bilasizlarmi Robbinglar nimaga mana shu daraxtni mevasini yemanglar dedi sizlarga. Sizlarni farishta bo'lib qolmasliklarini xoladi yoki abadiy yashaydiganlardan bo'lishlarini xolamadi. O'shuning uchun yema dedi. Boshqa oyatlarda keladi, sizlarga abadiy mulk va abadiy hayotni beradigan daraxtni ko'rsataymi dedi. Subhanalloh, Allohning taqdiri. Jannatda bo'lsang, abadiy mulkni nima kerak bor degan keladi-da. Pulni nima kerak bor u yerda?
Jannatda bo'lsang, o'lim yo'q bo'lsa, abadiy hayotda nima keragi bor? Kerakmi shu ikkita narsa? Hayotda ham qarang-da, oshiqcha narsa ham kerak emas o'z odamga. Mana roza tutyapmiz, ba'zi uxlab qolsak, yo'ryapti hech narsa bo'lmagandek. Bir mahal ovqatlansak ham kunimiz bo'lar ekan, o'taverar ekan. Demak, oshiqchasi birodarlar, u oshiqcha joyga borar ekan. Ovqatda oshiqchasi kerak bo'lmagandek, dunyoda ham oshiqchasi kerak emas o'zi. Nima kerak? Tom kerak, kiyim bosh kerak, bitta mashina kerakdir, kunlik tirikchiligingiz kerak. Oshiqchasi nima kerak bor? Buzib bo'pti, yerdagi odamlarimiz necha ming yil o'tib ketdi, shaytonimiz aldab qo'yapti. Otamizni qanaqa qilib oldigan ekan? Alloh azza va jalla aytib qo'ydi, "Mana dushmaning" dedi. "Mana jannat" dedi. "Mana daraxt" dedi. Hozir ko'payib ketgan endi. Lekin subhanalloh, insonda aqli noqis ekanda, ojiz ekanda. Ali mamnun marg'ub degan so'z bor. Man qilingan narsa doim jozibador bo'ladi-da. Mumkin emasmi shu qanaqa ekan degan narsani shayton nima qilaveradi? Yaxshi emas. Aytib qo'yaylik. Alloh qilma dedimi, demak yaxshi emas. Ming chiroyli qog'ozga o'rab, chiroyli upakovka bilan chiroyli reklama qilib berayotgan bo'lsa ham yaxshi emas u narsa. Odam alayhisalom ana shu man qilingan daraxtni yedi, kiyimi yo'q bo'lgandan keyin Odam va Havo yalang'och bo'lib qolishdi. Ungacha birodarlar, kiyimi borda Alloh taolo bergan. Avratlari yopilib turar edi. Kiyimlar yalang'och bo'lib, yo'q bo'lib, yalang'och bo'lganda qochib qoldi Odam alayhisalom. Jannatda qochib qoldi. Shunda Alloh taolo: "Ya Adam, atafirru minni?" "Ya Odam, mendan qochyapsanmi?" degan ekan. Esa Parvardigor uyalganimdan qochyapman degan ekan. Demak, hayo iymonning belgisi. Hayo iymon shoxchalaridan bitta shoxcha. Imom Buxoriyda keltirilgan hadisda "Laula Havo lam takun unsa zawjaha." Agar ayoli bo'lmaganda Odam alayhisalomga nima qilmas edi? Shunday mushkula bo'lmas edi. Birinchi mana Havo yedi deyiladi, keyin Odamga taklif qildi, Odam yedi deyiladi. Odam alayhisalom qilgan xatosini tushungandan keyin Robbisiga duo qildi. Robbana zalamna anfusana va in lam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal xosirin. Parvardigor, biz o'zimizga zulm qildik. Agar sen bizni kechirmasang va bizga rahming kelmasa, albatta biz ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolarmiz. Alloh azza va jalla hukm qildi. Ihbitu min ba'dukum li ba'din aduwwun va lakum fil ardi mustaqarrun va mata'un ila hin. Jannatdan chiqinglar haminglar. Biringlarga dushman bo'lgan holatda. Albatta yer yuzida vaqtincha yashaydigan joy sizlarga dedi. Esimizdan chiqmasin akalar. Ilahin deyapti, ma'lum bir vaqtgacha yashaysizlar deyapti. Bar chiqib ketamiz dunyodan. Astronomiyada o'tiribmiz. Kimiki burun, kimiki keyin keladi, hamma chiqib ketamiz, lekin chiqib ketishimizni esdan chiqarib qo'yganda ko'p xatolar yo'l qo'yib qo'yamiz. Qala fiha tahyawna va fiha tamutuna va minha turajun. Yerda yashaysizlar, yerda o'lasizlar va yerdan qaytadan tildirib chiqarib olamiz sizlarni. Alloh taolo Odam alayhisolamga tushirdi va kalimalarni o'rgatdi, Osiyni duosini kechirdi. Odam ham gunoh qildi, Iblis ham gunoh qildi. Farqi nimada bo'ldi? Odam tavba qildi, Iblis o'jarlik qildi. Shuning uchun la kabira ma istig'for va la saghira ma isror. Ulamolar aytadi, istig'for bo'lib tursa katta gunoh ham qolmaydi. Lekin o'jarlik qilinsa, kichkina gunoh ham qolmaydi, kattaga aylanib ketadi. Demak, Alloh taolo istig'for qilishlarni yaxshi ko'radi. Ibn Abbos rivoyatlarida keltiriladi, Odam alayhisalom Hindga tushdi, Havo Jiddaga tushdi, Arafotda uchrashishdi. Shuning uchun Arafot deyiladi ana shu joy, tog'ning ismi, joyning ismi. Ya'ni bir-birini nima qilishlik? Tanishlik yoki uchrashishlik, topishlik. Hadislarda keladi, Odam va Havo yerda yashab ko'paydilar. Imom Tabariyda keltirishicha, Havo 40 ta bola tug'ib berdi. 20 marta tuqqan ekan. Har tuqqanda bir o'g'il, bir qiz tuqqan. Bu Imom Tabariyda kitobidan olingan. Birinchi farzandlari Qobil va Qulaym. Bir o'g'il, bir qiz tuqqan ekan. Qobil va Qulaym, ana shu oxirgi farzandi Abdul Mug'is va Ummul Mug'is deb yozilgan ekan. Bir o'g'il, bir qiz tuqqan har safar. Ibn Hibbondan keltirilgan Abu Zar G'iforiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'raydi. Rasullarning avvali kim deb so'raganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam odam dedi. Abu Zar G'iforiy nabiy va rasulmi deganda ha deb javob berdi. Demak, Odam alayhisalom o'zining farzandlari uchun ham payg'ambar, ham nabiy o'rnida bo'lgan birodarlar. Inshaalloh keyingi suhbatda ana shu yer yuzida qilingan birinchi gunoh Qobil qissasi
va agar ulgursak, Shiz Idris alayhissalomlarning qissasini gaplashgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.